Agar siz o'smir yoshdagi bo'lsangiz yoki mendan kichikroq, mendan qo'l bo'ladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarni butunlay o'chirib tashlash juda qiyin. Chunki bilaman, menda ham bo'lgan, buni o'chirib tashlab yana qaytadan yuklashga to'g'ri kelgan vaqtlar bo'lgan. Chunki menda qarindoshlarim bor, qarindoshlarim bilan Instagramda baribir oilaviy gaplashib qolishimiz mumkin. Ular chet elda bo'ladi va Telegramda gaplashishimiz mumkin, Instagramda gaplashishimiz mumkin, qanaqadir post qo'ygan bo'lsa ularga javob berishim mumkin. Va bu meni ijtimoiy tarmoqlardan butunlay o'chirib yuborishimga to'sqinlik qiladi. O'zi ijtimoiy tarmoqlarni butunlay o'chirib yuborish kerakmi? Ya'ni bu nima uchun degan savolga javob bermoqchi bo'lsam, aytaman, ijtimoiy tarmoqlarda hozir juda ham katta propaganda ketyapti. Bu hamma bilib turgandek, fokusni, ya'ni attention spanni juda ham qisqartirish. Ya'ni siz 1 minut ichida boshqa narsaga chalg'ib qolishingiz mumkin. Bir ishni davomiy qila olmaysiz. Aynan shuning uchun hozirgi kunda butunlay ijtimoiy tarmoqni o'chirib tashlash yechim emas. Ayni bu narsaga men o'zimni fikrlarimni, o'zim bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimni ulashmoqchiman siz bilan. Shu joyda bitta narsani aytib ketmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqni butunlay o'chirib tashlashingiz ham mumkin. Lekin men o'zim tajribamdan ko'ra aytadigan bo'lsam, buni yana qaytadan kirib, yana addict bo'lib qolishingizga olib keladi. Chunki hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda bir marta kirdingizmi, u o'chirib tashlasangiz ham yana o'zini anaqasini qiziqishini uyg'otaveradi sizga. Shuning uchun aytib o'tmoqchiman, menda 4 ta asosiy formula bor. Qanaqa qilib ijtimoiy tarmoqlardan shunchaki o'chirib tashlab qutulish emas, uni kamaytirish va hokazo ishlari bor va o'sha narsalarni sizga to'liq tushuntirib bermoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlardan qutulish va umumiy attention spanni uzoqroq qilish uchun men asosiy 4 ta qadamni bilaman va birinchi qadam haqida aytmoqchiman. Bu ijtimoiy tarmoqlarni maksimalni cheklash. O'zingizni ijtimoiy tarmoqlaringizdan noqulaylik his qilish. Chunki masalan telefon qulay siz uchun. Tezda reelsga kirib, tak tik tik tok tik tok qilib o'tib ketaverasiz. Xo'p. Videolar, reelslar ko'raverasiz. TikTokda ham shunaqa, Shortsda ham shunaqa, hammasi oson, juda ham oson telefon orqali. Uni nima qilasiz? Telefondan o'chirib tashlaysiz. Ijtimoiy tarmoq bo'lsa, kompyuterga kirasiz. Ya'ni men oxirgi marta ijtimoiy tarmoqdan Instagramni o'chirib yuborganimdan keyin faqat kompyuterdan foydalanganman 1 yil. O'sha aytganimdek Instagramim bor, lekin ular oilaviy o'sha qarindoshlar bilan gaplashib turish uchun kompyuterdan foydalanganman. Kompyuterdan foydalanishda eng noqulay tarafi nima? U yoqda reels ko'ra olmaysiz. Tezda kirib keta olmaysiz. Qo'lingiz bunday kirib ketsa, reelsga o'tib keta olmaydi. Shuning uchun bu noqulay. Agar kompyuteringiz bo'lmasa, siz aytaman, agar kompyuteringiz bo'lmasa, siz telefonni uzoqroq qo'yib qo'ying. Masalan, kitob o'qiyotgan bo'lsangiz yoki dars qilayotgan bo'lsangiz, telefonni boshqa xonaga olib chiqib qo'ying. Shunda faqat dars qilasiz. Dars qilish davomida bu juda ham attention spaningiz uzoqlashadi. Ikkinchi qadam bu zerikishga ko'niking. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda scroll qilib o'tirishdan maqsad bu zerikishni boshqa narsa bilan, oson narsa bilan chalg'itish. Siz aynan zerikishga ko'niking, umuman boshqa narsalarga chalg'imang. Prosta telefoningizni olib qo'yingda, zerikarli narsalar bilan o'tiring. Prosta o'tiring. Zerikarli hayotingiz bo'lsa, zerikarli bo'ladigan bo'lsa, prosta o'tiring, o'ylang, fikrlang. Aynan shu narsa sizga yordam beradi. Uchinchi qadam bu sizga yoqadigan mashg'ulotlar bilan shug'ullaning. Ya'ni siz zerikarli bo'lib qolgan holatda, umuman telefonlar yig'ishtirgan holatda, ijtimoiy tarmoqlarga kirmagan holatda siz o'zingizga yoqadigan mashg'ulotlardan foydalanib, ular bilan shug'ullaning. Masalan, men video yaratish bilan shug'ullanaman. Video yaratish menga yoqadi. O'sha syomka qilish, blog yuritish, yozish, masalan, Telegramda maqolalar, kichik maqolalar, Aziz Rahimovga o'xshab. Va men ham aynan shunaqa blog yuritaman. Bu mashg'ulotlar bilan shug'ullanishni 3 ga bo'ling. Birinchisi aql uchun, ya'ni siz kitob o'qing, bilim oling, rivojlaning, kurslarga boring va hokazo. Ikkinchisi bu tana uchun, sport bilan shug'ullaning, yugurishga chiqing, zalga chiqing va hokazo. Uchinchisi bu ruh uchun, ya'ni siz meditatsiya qilishingiz mumkin yoki oddiy narsa qilib aytaman, ibodat qiling, namoz o'qing, bo'ldi.
To'rtinchi qadam bu o'zingizga yoqadigan narsalar uchun 1 soat vaqt ajrating. Ya'ni kuniga 1 soat vaqt ajrating. Bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, birinchi siz majburiy vazifalaringiz va qilishingiz kerak bo'lgan prinsiplaringizni aniqlab oling, ishlaringizni aniqlab oling va o'sha ishlarni tugating. Aynan bir kunda o'sha ishlarni maksimal tugatishga harakat qiling. Undan keyin 1 soat istalgan, xohlagan narsangizni qiling. Ya'ni sizga dopamin beradigan ovqatlanish bo'lishi mumkin, bu kino ko'rish bo'lishi mumkin va hokazo. O'sha narsalarni qiling va aynan shu 4 ta qadamdan o'tganingizdan keyin siz kuningizni o'zingiz baxtli his qilib yashashga harakat qilasiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar sizni attention spaningizni juda ham buzib tashlamaydi va bu yoqda siz fokus qaratishga odatlanasiz, kitob o'qishga odatlanasiz, sport bilan shug'ullanishga odatlanasiz. Ayniqsa ruh bilan, ya'ni meditatsiya va o'zingizni ibodatlaringizda mustahkam bo'lib qolasiz. Video shundan iborat edi. Rahmat eshitganingiz uchun, hammasini to'liq. Xudo xolasa keyingi videolarda sizlar uchun yana ham foydali bo'ladigan videolar tayyorlashga harakat qilaman. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Charchamanglar.